Assalomu alaykum. Qadrli dehqonlar, mana e'tiboringizda Malkanet F1 yana bu manzilimiz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on hududidamiz. 10-martda kirgan, bugun sana 19-may. Issiqxonamiz juda oddiy, jaydar issiqxonadan. Dehqonimiz ham jaydar odam, ko'ryapsizlar, unaqa o'tlarini ham o'stirib boricha qaralyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu sharoitda mana hozir o'tlarni o'zib anaqa tozaladik. Holatini ko'rishingiz mumkin Malkanetda. Mana 1 2 3 4 ta 5 ta. Bu kecha yomg'irlarda anaqalari loylar yuvilib ketgan. Bu yil havo bilsanglar yomg'irli bo'ldi. Martning boshida sovuq bo'ldi. O'shanga mana birinchi shonalar ham qanaqa ushlagan, qaranglar mana. Mana 1 2 3 mana 4 5 mana 4 ta 5 ta standart chiroyli mevalari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana yengillari ham. Malkanet o'zi yarim indeterminat pomidor gibridi hisoblanadi. Sonaga mo'ljallangan. Bu bo'yi past mana shunaqa teplitsalarga, холодныйga, ataplinasiz ekilib, tez hosilga rang kirtirib hosil olish uchun mo'ljallangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Qanaqa holatda, qanaqa go'zal holatda turibdi mana. Mana issiqxonamiz o'z holicha turibdi mana. Ariqdan sug'orilgan. Hech qanaqa ishlov unaqa boricha o'syapti pomidor. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.